Tuttu. Bugun uxlolamanmi yoki yo'q bilmayman. Salom hammaga, mening ismim Kompot. Mening yangi videomga xush kelibsizlar. Kechirasizlar, hozir kechqurun va kechqurungi soat 3. Men umuman uxlay olmayapman. O'ngga yotdim, chapga yotdim, umuman uyqu kelmayapti. Ko'chada ham hech qanday bolalar yo'q. Opa, joyimdan turibdi, qani tashqari qilib kimdir bormikan? Oh! Salom Kompot, uxlay olmayapsanmi? Tashqarida qarasam sveting yorqin ekan, qarashga keyin qaror qildim. Oh, qishloqqa nima bo'ldi? Yarim kechasi yuragim qinidan chiqib ketay deb qoldi. Kechirasan, men seni qo'rqitmoqchi emas edim. Yur sayr qilamiz. Qanday sayrda aytyapsan? Tungi soat 3da-ya? Soat 3 ekanligini bilaman, shunchaki uxlay olmayapman. Bilasanmi, sayr qilish juda ham foydali o'zi. Balki sayr qilib uxlab qolarman. Ha mayli, men ham biroz sayr qilib uxlab qolaman balki. Davay, aylanib kelamizmi? Qara, hamma yoqda uje hech kim uxlamaganmi deyman-a? Nima deysan-a? Bu nima edi? Qizil oymi? Bu oymi, Kompot? Ha, oy bo'ladi-da. Kecha soat 3da quyosh chiqmasa kerak. Lekin nega oy qizil rangda? Endi meni bundan xabarim yo'q, Kompot. Eshit, qishloqi, ehtimol biz shuning uchun uxlolmayotgandirmiz. Bugun qandaydir kun yaxshi emas. To'g'risini aytsam, men sal qo'rqishni boshladim. Kel qishloqi, shu sayrimizni bekor qilaylik. Men ham uyimga kirib ozroq harakat qilay uxlashga. Sen ham uyingga bordagin eshik derazalaringni qulfladagin uxlashni tavsiya beraman. Kompot, jiddimisan? Yur sayrga chiqaylik, odam uxlay olmayapti. Baribir men qo'rqyapman. To'g'risini aytsam, bu qizil oy tashqarida turibdi. Men to'g'risi bormayman yoqqa. O'zing ketaver. Mayli, sen uyda qolaver. Men bir balo qilib sayr qilib o'zim uxlarman. To'g'risini aytsam borku, menga bu narsalar umuman yoqmaydi bolalar. Ya'ni tashqarida turgan qizil oy. Buni men anglashim bilasizlarmi? Bu qizil oy chiqqani sababi kimdir keladi degani. Ha mayli, nima bo'lganda ham men uxlashga harakat qilishim kerak. Mana bu chiroqni o'chirsak, chiroqsiz bo'lmaydi. Chiroq bilan yaxshi ekan. Men derazalarni taxtalashim kerak, eshikni qulflashim kerak albatta. Qishloqi, kechasi yurish qanday qo'rqinchli-ya, rostini aytsam. To'g'risini aytsam, bu muammo emas. Nima bo'ldi? Ayt menga. Kompot, bu senmisan? Nima meni aldadingmi? O'zing sayrga chiqsan. Nima bo'ldi? Nimaga hamma joying qizil bo'lib yotibdi seni? Ko'zlaring ham qizargan, ha? Seni shunda boya derazada seni qo'rqitib yuborgandim. Endi sen meni qo'rqitmoqchimisan, shunday-a? Xo'sh, sayr qilamiz. Voy, bu nima? To'rt eshik to'g'rilaysanmi, Kompot? Yur, meni uyimda to'rt bor. Ataylab olib qo'ygandim senga. Birga mazza qilib yeymiz. Xo'sh, bu yoqqaki birga to'rt yeymiz. Xo'sh, men uyga kiray qani. Opa, eshikni opamiz. Voy, men uyimga qayerdan teleport qildingmi, Kompot? Yoki birorta shunga o'xshash firibgarlik qildingmi? Firibgarlik bilan o'yin o'ynash yaxshi emas. Mayli, Kompot, bunday narsalarni yig'ishtir. Xo'sh, to'rt qayerda edi? Mana shu yerda. Mana nima qilyapsan, Kompot? Sen uzoqroq tur, hozir menga zarar yetkazasan. Barakay, qanday mazali to'rt, ha? Davay, sen mening mehmonimsan, birinchi seriya. Davay, yana bir marta, yana mazza qilib ye. Qanday mazali to'rt, ha? Nega jim turibsan, Kompot? Men buni qo'ldan kelgancha tayyorladim. Ha, bolalar, men internetdan hozirgina qiziloy qayerdan kelganini payqadim. Bu qiziloy turistor kabi odamlar paydo bo'lganda chiqardi. Men yomon narsa bo'lishini bilardim. Shuning uchun biz uxlay olmayapmiz. Shuning uchun men deraza va eshiklar taxta bilan qoplashga ulgurmadim. Biz tezroq bo'lishimiz kerak va bu yerdagi qishloqdagi hammani ogohlantirishimiz kerak. Biz birgalikda har bir qishloqni tashqariga chiqarmaslik haqida xabar berishimiz kerak. Kompot turistor maxluqi har yerda bo'lishi mumkin. Internetda shunday deyilgan ekan. Xo'sh, tez kimdan boshlashim kerak ekan? Ura, men seni orqada qoldirib ketdim, Kompot. Sen o'g'ilda shashkani yaxshi o'ynarding-ku, yoki unutib qo'ydingmi? Nima deyapsan? Men hech narsani eshitmayapman. O'zing pichirdayapsan. Sal balandroq gapir, aniqroq gapir. Eshit, balki tashqaridagi qizil oy yo'qolib ketgandir allaqachon. Qani ko'raylikchi. Xo'sh. Albatta, osmonda hali ham qizil oy bor va voy, Kompot, senga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ha, bu quchoqlashma. Albatta, men quchoqlashni juda ham yaxshi ko'raman. Nega meni itarayapsan axir? Bugun qandaydir ozroq g'alatisan. Yur, seni dushga olib boraman. Hamma joying iflos bo'lib yotibdi. Voy, men tushundim. Biz haykal o'ynayapmiz. Kim birinchi qibilasa yutqazib qo'yadi. Xo'p, mayli, tamom. Men qotib qoldim, bo'ldi. Shunday ekan, men hech qayerga uyingizdan chiqmang. Kompot turistor har yerda bo'lishi mumkin. Deraza eshiklaringizni iloji boricha qulflab oling. Tushundim, Kompot. Ogohlantirganingiz uchun rahmat.
Siz oq kiyimli yigitni ogohlantirdingiz. Bunisi kiyimli yigitni, qora kiyimli yigitni, jigarrang kiyimli yigitni-chi? Men uni ogohlantirmabman. Hozir unga telefon qilaman, bo'pti. Xo'sh, telefon qilamiz. Ko'tarsang-chi. Men hali ham qimirlamadim. Telefon bo'lyaptimi menga? Mayli, men qimirlamayman. Balki bu muhim qo'ng'iroq bo'lsa-chi? Kechasi-ya. Mayli, siz yutdingiz, men qimirladim. Men hozir borib telefonga qaraychi. Xo'sh. Qani kim telefon qilgan ekan? Ko'raylikchi. Bu kapotmi? Kapot meni oldimda turibdi-ku. Mana siz menga telefon qilyapsiz. Bu internetdagi firibgarlar bo'lsa kerak. Hozir javob beraychi, qani kim ekan ko'ramiz. Alo, qishloq eshityapsanmi? Kompot 404 mana shu qishloqda u yovuz odam. Bu qishloqda har joyda bo'lishi mumkin u. Nima, sizni eshitmayapman. Boshqatda ayting, yana ayting. Men sizga aytyapman, Kompot 404 qishloqning biron joyida bo'lishi mumkin. Barcha eshik va derazalaringizni qulflab oling, yoping. Nima qilishim kerak? Deraza va eshiklarni ochib, ularni uyga kirishim kerakmi? Sizni eshitmayapman. Aloqa yomon. Xayr. Qara, Kompot telefon firibgarlari go'yo sening ovozing bilan Kompotga o'xshatyapti, borku. Bu qishloqqa nima deyapti, men umuman tushunmayapman, borku. Mayli, bizni Kompot 404 bilib qolmasin. Jim. Qishloqqa eshikni och. Men Kompot, bu Kompot. Kimsan sen? Nima deyapsan? Kim bor u yerda? Men Kompotman-ku. Nima, qanday Kompot? Kompot shu yerda-ku. Yana qanday Kompotni gapiryapsan? Men haqiqiy Kompotman-ku. Eshikni o'rnida kim bo'lsa ham keting. Men hozir politsiyaga telefon qilaman. Qanday politsiya? Qishloqqa menman-ku. Senga nimadir bo'ldimi? Kompot hozir meni uyimda. Qanday qilib men bu yerda bo'lishim mumkin? Axir bu Kompot 404-ku. Eshikni oching. Bu axir Kompot 404-ku.